关注腾讯动漫 APP， 肩部作品更新中。海中的扁舟抬波，狂乱的震荡颠簸，却不会动摇我。梦里的身影斑驳，耳边的温度如昨，却不会被遗落。我要瞬间的温存，化作起火的烟火。别忘去前路已虚如黑幕，继续的吞噬关于你的线索，但每次的呼吸在告诉我，需要跟着你的脉搏。时间的河流它透我的疑惑，无形的丰满着羽翼的星火，褪去了庇护。我说现在还我。 Osmondagi janglar. Bir yuz o'n ikkinchi qism. 为彻底驱除恶难毒体，萧炎带着小医仙和天火尊者来到七阶天毒蝎龙兽所在地，最终成功击杀七阶天毒蝎龙兽，获得了控制毒体的必需品七阶蝎龙兽魔核，以及为天火尊者锻造躯体所需的精血。众人商讨之后，决定优先为天火尊者重铸躯体，以尽快提升实力，好解决即将到来的冰河谷危机。Tianhu oqsoqol. Men avval butunini faollashtiraman va keyin kirganingizdan so'ng uyg'onishga dosh berishingiz kerak. Samoyolov va tanani boshqarishingiz kerak. O'rtada beparvo bo'lmang. Aks holda bu tana bilan sizni ruhingiz ham jiddiy jarohat oladi. Vaqt bo'ldi. Tabletkani yutib yuboring va kiring. Bolaki, qarshilik qilyapti. Xudoga shukr, saloh kechdi. Keyinchalik janob, yonishga dosh berishingiz kerak. Xiaoyan aka, Muz vodiysi odamlari shu yerda. Va nihoyat sizni topdim, zaharli tana. Va yashirinmasdan chiqing. Dozon qo'g'irchoq. Muzlar vodiysi jang qilishni to'xtatmaydi shekilli. Bilmasdan uchun harakat qilish men uchun ortiqcha emas. Hammangiz vodiyning kirishini qo'riqlang, hech kim chiqib ketmasin. Xo'p, yasha oqsoqol.
qanday tasodif, men avval ham zaharli tana bilan jang qilganman, lekin yutqazganman. Sizning qobiliyatlaringiz hozir qanday ekanligini bilmayman. Sinab ko'rgandan keyin bilamiz. Muz ustasi haqiqatan ham kuchli. Do'zax cho'qqisi bilan tenglasha olmaydi sizning kuchingiz. O'sha bola va ruhiy tanaga ayting chiqsin. Lekin men birortasini ham qo'yib yubormayman. Chumoli. Oldingi zaharli tana bilan solishtirganda siz ancha zaifsiz. Xavotir olmang, men albatta olaman. O'sha Skorpion monster yadrosi va 2 oy ichida. O'sha vaqt kelganda siz tanangizni to'liq boshqara olasiz. Kechiring, Xiaoyan. Ammo men u kun kelishini kuta olmayman. Siz zaharli tanani buzmoqchimisiz? Agar siz uni boshdan buzsangiz, haqiqatan ham biroz qiyin bo'ladi. Afsuski hozir vaqt yo'q. Agar siz men bilan Muz vodiysiga qaytsangiz, siz haqiqatan ham omon qolishingiz mumkin. Agar yo'q bo'lsa, shu qol bu. Dozon.
Oqsoqolning hujumi juda ham kuchli. O'z vodiysiga qaytishingiz kerak emas. Bu yerda siz dafn qilinasiz. Bu joy sizni dafn qilish uchun juda ham mos keladi. Janob, bugungi voqea shunchalik edi. Iltimos, qadr-qimmatni saqlang, Glastor vodiysi rahbari. Men sizning rahbaringizni tanimayman. Bu yomon. Tezda Seviyan ajdod shakllanishini paydo qiling. Ajdaho uchun qon qurboni. Juda ham qo'rqinchli. O'z ahvolidan bexabar. Kosmik kargan. Tezroq qochlaring. Diyan Oqsoqol, ular qochib ketyapti. Janorsan, uni kosmosni boshqarish faqat o'zingga yetib borish kabi emas, undan ham yuqoriroq. Yaxshi Oqsoqol, yechimni tezda o'ylab topiring. Siz uchtangiz uni to'sib turdingiz. Yo'q, Tinch Oqsoqol, qanday qilib jur'at etdingiz? Yo'q. Juda ham shafqatsiz. O'z sheriklarini tashlab o'zi qochib ketdi. Men bu tanani hozirgina oldim. Meni tanamdagi jangovar energiya hali to'liq tiklanmagan. Tiyan Oqsoqol o'zining zaiflashi shart emas. Hech kim uni o'ziga yetib borganini kutmagan edi. Men allaqachon bo'sh joy ochish va issiq joy topdim. Uni va issiq joyni topish uchun Seviyanni zahli tanasini boshqarishga yordam berish kerak. O'sha paytda ikkita dozim bor edi. U Glastor vodiysida. Bizga hujum qilish uchun yana qaytib ko'rish chiqish kerak. Sizlarga aytsam, men bitta issiq joyni bilaman. Qayerda? Taqiqlangan yerdagi oila sifatida qadimgi Yanha qurbongohi. Ular sizni jahlingizni chiqargan paytda ular sizning kuchingizni qandayligini bilmasdi. Va yana agar hozir borsak, ular sizning yana jahlingizni chiqarmasliklariga ishonchim komil. Yo'qi, qanday jur'at etding? Yechon, bu safar men buyurtmani bilan keldim. Xayxuyo sektasi rahbari uchun. Agar hamkorlik qilsangiz, Xayxuyo masabi sizga zarar bermaydi. Agar yo'q bo'lsa, iltimos bu qutilarni qabul qiling. Siz qadimgi qurbonga taqlagan hudud deb hisoblanadi. Oilaviy qarorga ko'ra, undan qarz olish ham mumkin emas. Siz so'rashga orzu qilyapsiz. Sen yaramas. Bu eng yuqori 600li dozim. Oilasi hech kimga kurasha olmaydi. Vaziyatga ko'ra oladiganlar, ular qahramonlardir. Yechon, Sen oilasi barcha a'zolari bog'liq. Sizni tanlovingiz. Oilasi ularni halamizlarni ulardan biri deb hisoblaydi. Danyoning 5 ta buyuk oilasidan. To'g'ri. Ular nasl-nasabiy kelib qulab tushyapti. Agar siz oilangiz ajdodlar qilsangiz, ular yetarlicha g'azablanishdi, tobutlardan turishmoqda. Qadimgi qurbonlarni tezda topshiring va bu yerdan jo'nang. Aks holda sizning oilangiz tinch bo'la olmaydi. 10 soniya ichida narsalaringizni City-dan olib chiqing. Agar yo'q bo'lsa, uni faqat o'zingiz saqlab qola olmaysiz.
Va bola qayerdan paydo bo'ldi? Nima takabbur bola? Uni o'ldiring. Vaqt so'zlang, Tianhuo oqsoqol, sizni bezovta qilishdan uyalyapman. Dozun. Janob, iltimos meni kechiring. Men Kuykuy oqsoqoldan qo'rqqanim. Bugun odamlarni hukm qila olmayman. Iltimos kechiring. Hayot yoki o'lim, kichkina ukamdan so'rashim kerak. Do'stim, yo'q, ustoz. Meni kechiring, iltimos, xato qilganimni bilmayman. Bu boshqa jur'atim bilmayman. Iltimos, meni kechiring, ustoz. Narsalaringizni olib keting. Yana kelsang, men Kuykuy masabiga tashrif buyuraman. Ha. Rahmat, ustoz. Qani, ket. Shoshilinglar, bo'linglar. Oqsoqol-ye, biz yana uchrashdik. Siz Sioyanmisiz? Sioyan? O'sha paytda Sioyan bo'lganmidi u? Sioyan kelib chiqishganda, qanday qilib u do'zim bilan birga yuribdi? Bobo, men sizga aytgandim-ku, u bizning oilani qutqaradi deb. Biz hukm qila olmaymiz. Buyuk odamlarni xafa qilish uchun. Usta Sioyan, yordamingizz uchun kattakon rahmat. O'shanday oilasi qo'pol bo'lgani uchun iltimos kechiring. Bu tushunmovchilik bo'lgan. Oqsoqol-ye, men bu safar qarz olish uchun keldim. Qadimgi qurbongohidan. Eldir va Yechin, bunga rozimi? Buyuk oqsoqol, qadimgi qurbongohi oilasini taqiqlangan joylari, qoidalarga ko'ra qanday qilib? Faqat uni kelib. Sioyan yomonlikka yaxshilik qilmaydi. Mehribonligimiz uchun yetarli bo'ldi. Agar shunday bo'lsa, siz uchun katta rahmat. Hammasi iltimos kuzatib boramiz. Ketdik. Zaharli tana va o'sha noma'lum dozun. Men sizlarni albatta yo'q qilaman. Mana do'stlar, bu anime hammasi nihoyasiga yetdi va keyingi qismlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Ko'rishguncha xayr. Ovoz berishda ishtirok etdi Muhammad va Linyona. 之深血，这无道。想得到我的独家福利吗？关注“斗破苍穹”公众号，还有更多精彩《斗破苍穹》动画独家爆料。我在这里等你来挑战。夏夜的萤火安静闪烁，乘着风仰望那触手可及的星河，久违的他们会做月色，在巴黎经过望天酸和涩都诉说，想象以后日升月落，不再漂泊，心跳是热热的，温暖美好眼神交错，如星坠落，时光逝过无可，不停地追逐平凡的，唯有心暗处最渴望的，我会遇到你在未来，至暗的时刻你陪着我，飞呀飞到梦境里寻觅呼唤的希望，飞呀飞向说过去无畏坚定的前希望，希